Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan TradingView'dagi indikatorimizni qanaqa foydalanish, o'zi umumiy uni logikasi qanaqa va qanday ishlatilinadi, shular bo'yicha gaplashamiz. Birinchi bo'lib, Brotek.uz saytiga kirib, o'zimizni shaxsiy kabinetimizga kirib olamiz va undan keyin alga trading bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yoqdan bizga indikator bo'limi kerak bo'ladi. Buning uchun o'rganish bo'limini bitta bosadigan bo'lsak, mana indikator bo'limi kelib chiqadi. Indikator bo'limiga bosamiz va bu yoqdan TradingView indikatorlari bo'limiga o'tamiz. Super Fibo nomli TradingView'da yozilgan indikatorimiz bor. Uni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana bu yoqda umumiy hamma ma'lumotlarimiz bo'ladi. Undan tashqari bu yoqdan natijalarni qanaqa ishlanishi bo'yicha qisqacha tushuntirish berilgan. Logikasi qanaqa, bu bo'yicha ham qisqacha tushuntirishlar berilgan bo'ladi. Pastida bo'lsa robot va indikatorlarni, bu MetaTrader 4 va 5 lar uchun videolarim bor. Xo'p, aningda kirish so'rash, ya'ni dostуп olamiz. TradingView indikatoriga dostуп olishimiz kerak. Buning uchun kirish tugmasini bosadigan bo'lsak, bizdan TradingView username'imizni kiriting deb so'rov chiqadi. Bu yoqda biz TradingView'dagi username'imizni kiritishimiz kerak. Buning uchun TradingView'ga o'tamiz va bu yoqdagi bo'limni bosadigan bo'lsak, mana bu yoqda bizani username'imiz turadi. Mana Brotech 414. Mana shuni bu yoqqa kiritishimiz kerak. Brotech 414. Xuddi mana shunaqa hammani o'zini username'i bo'ladi. O'zlaringizni username'laringizni shu yoqqa kiritib yuborish tugmasini bosadigan bo'lsalaringiz, ozginadan keyin bizga dostуп beriladi. Ozgina kutib turamiz va bizga dostupimiz beriladi. Bitta обновить qilib olamiz. Kutilmoqda hali. Tak. Hozir berib yuboradi bizga dostupni. Xo'p, mana ruxsat berildi. Ya'ningda ruxsat berildi, aning bemalol foydalansak bo'ladi. Ruxsat berilgandan keyin qaytib TradingView platformasiga o'tib olamiz. TradingView'ga o'tganimizdan keyin indicators bo'limi bor, ya'ni indikator bo'limi bor. Unga bitta bosadigan bo'lsak, bizda mana shu bo'lim chiqadi. Bu yoqda dostupli bo'lim hozircha yo'q. Buni bitta обновить qilib o'radigan bo'lsak, TradingView'imizni, endi bizda o'sha bo'limimiz mana paydo bo'ladi. Xo'p, mana доступ к ограничению degan bo'lim bitta bosadigan bo'lsak, mana Super Fibo indikatori paydo bo'ldi. Grafikka qo'shib olamiz. Yulduzchasini bosadigan bo'lsak, bizda общийga ko'rinib turadi. Bu kuluvchilik hisoblanadi. Bizga dostуп bergandan keyin bu sizlarga ko'rinish beradi. Xo'p, indikatorimiz tayyor. Uje mana o'rnatib oldik. Endi buni qanaqa qilib foydalanish va o'zi qaysi valyutalar, qaysi time framelarda ishlaydi, hammasini hozir birinma-ketin tushuntirib, ko'rsatib berib o'tib ketamiz. Xo'p, ishlash time frame'iga keladigan bo'lsak, odatda biz tavsiya beramiz 3 minutlik, mana 3 minutlik va 5 minutlik time frame'larni tavsiya beramiz. Nima uchun? Chunki bundagi asosiy logika kichkina time frame'larga moslashtirilgan. Nima uchun? Chunki stop loss ham kichik, take profitlar ham albatta kichik bo'ladi shuni hisobiga. Katta time frame'larda bo'lsa, depozitingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Asosan biz 3 minutlik, 5 minutlik va 1 minutlik time frame'larda ishlatishni tavsiya beramiz. Atak katta time frame'larda ham bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi, muammosi yo'q. Undan tashqari ko'pchilik endi bizda tillaga qiziqadi, savdo qilishga tilla bilan. Tilla uchun o'zi moslashtirilgan. Undan tashqari valyutalarda, kriptovalyutalarda bemalol любой valyutada foydalansalaringiz bo'ladi. Masalan, yevro USDda farqi yo'q. Qaysi nima bo'lsa ham bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Lekin tillaga qaraganda, chunki tillada yangiliklar va volatilnost kuchli bo'lganligi hisobiga sal prosatkali holatlar bo'lishi mumkin. Valyutalarda bu juda ham ideal ishlab beradi. Valyutalarda test qilib ko'rsalaringiz, vobshe zo'r ishlab beradi. Xo'p, tilla ko'pchilikka qiziq bo'lgani uchun kelinglar tilladan ko'rib chiqamiz, qanaqa ishlanadi, nima qilinadi, hammasini birinma-ketin ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib tillaning grafikini ochib oldik. Bu yoqda qanaqa qilib hozir ishlanishini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, ana endi bu yoqda yozib qo'yilgan hamma narsa qanaqa bo'ladi, qanaqa ishlatiladi, maksimalni tushunarli qilib qo'yilgan.
Mana shu signalni oddiygina ko'radigan bo'lsak, mana sell signali kelgan vaqtda bu qachon sell signali yonadi bizada. Mana signal deb yozuvlar chiqadi narxlari bilan. Qachon bu sell signali hosil bo'ladi? Mana shu sham yopilib, yangi sham ochilinishi bilan, mana bu yondagi qizil sham ochilinishi bilan bizga avtomatik sell signal paydo bo'ladi va take profit zonalarimiz, qo'shimcha entry zonalarimiz paydo bo'ladi. Ko'rinishni boshlaydi. Shu uchun biz mana bu shamdan entry qilamiz. Mana shu sham ochilishi bilan biz уже sellga bitimini ochamiz. Va bu yoqda mana e'tibor bersalar, sell bitim ochilingan va kutib turibmiz. Ozgina bozor yurgandan keyin mana take profitimizni birimizni urib berdi. Bu yoqda masalan deylik, ikkita nolin сделкасini ochdik masalan. Albatta risk menejmentga amal qilgan holatda ishlanishi kerak. Bu stabilni, hech qanaqa razgon pasgon emas, stabilni indikator hisoblanadi. Buni biz win rate'larini tekshirib chiqqanmiz. Win rate'lari juda ham zo'r, 80%, 90% win rate taji beradi. Bu bizada 3 yillik bozor tarixida testlangan va slif degan narsa bo'lmagan, stabilni yiliga 200% dan 300% gacha daromad olib keladigan indikator hisoblanadi. Tartib qonun qoidasini buzmasdan ishlatsangiz, albatta foyda qila olasiz. Slif degan narsani esingizdan chiqarib o'rasiz. Xo'p, ana endi strategiyaga qaytamiz. Mana bu yoqdan entry qildik va take profit 1 zonamiz ko'rsatib turibdi. Mana bu yoqda take profit 2. Endi biz mana shu joyda masalan ikkita nolin сделкасini ochdik, sell bitimini ochdik. Va bozor ozgina yurdi, atkat berdi, ozgina prasatkaga kirdik va mana take profit 1imizni ko'rsalaringiz bo'ladi, urib berdi. Undan keyin take profit 1 ni olgandan keyin albatta biza bitta nolinimiz yopiladi. Ana undan keyin biza ikkinchi nolin сделкamizni bezubitkaga qo'yishimiz kerak. Stop lossini keltirib, ozgina foydaga surib qo'ysak yetadi. Bo'ldi. Undan keyin ikkinchi take profit kutamiz va mana ikkinchi take profitimizni ham kelib urib berdi, ikkinchi take profitni ham. Xo'p, undan keyin holat tugadi. Bu pozitsiyadan chiqib ketdik. Endi keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Xo'p, keyingi holatda mana e'tibor bersalaringiz, bu yoqda ham mana entry beryapti. Mana shu yondagi shamdan уже biz kiramiz сделкаga. Сделкаga kirganimizdan keyin biza mana qilib grafikni ko'radigan bo'lsak, hamma zonalarni belgilab qo'yganmiz. Bular qo'shimcha kirilishi kerak bo'lgan zonalar. Diqqat qilishlaringizni so'rayman shu joyga. Bu juda ham muhim joylar. Xo'p, biza birinchi сделкamizni deylik, mana bu yoqdan nolin bitimini ochdik. Mana shu joydan nolin buy ochdik va bozor biza tomonga qarab yurmadi, pastga qarab ketib qoldi. Mana bu joyda ikkinchi buyimizni ochishimiz kerak. Faqat e'tiborli bo'lasiz, nolin emas, 0.20 ochamiz уже buni. Ya'ni 2x ga ko'paytirib keyingi сделкamizni ochamiz mana shu yoqda. Bunimiz nolin edi, bu уже 0.20 ochilinadi. Va bu yoqdan ikkinchi сделкamizni ochganimizdan keyin bozor atkat berdi. Biz ikkinchi сделкamizni ochganimizdan keyin уже take profit 1 ni kutmaymiz bu holatda. Biz уже mana bu 0.20 ochganimizni, nolin ochilgan nuqtamizga narx kelgan vaqtida ikkala orderimizni ham yopaveramiz. Bu degani mana bu nolin ochganimiz bezubitkaga yopilinadi va mana bu 0.20 miz umumiy katta foydaga yopilinadi va biz umumiy hisobda bu holatdan foydaga chiqib ketamiz. Endi take profitni kutsa ham bo'ladi, tavsiya bermaymiz. Take profitga ham mana e'tibor bersalaringiz, уже kelib berganda, pastda ozgina qolgan kelib bergan. Shu uchun mana bu holatni tavsiya beramiz hammaga. Mana bu yoqdan 0.20 va atkat bergan payt nolin сделкamiz ham 0.20 miz ham mana shu nuqtada yopilib ketadi. Xo'p, mana keyingi yana dal shu holatni ko'radigan bo'lsak, mana bu yoqda bo'lsa e'tibor beringlar. Sell signali uchidan ushlangan. Bu indikatorimizda hamma narsa inobatga olingan. Momentum, volatilnost, impulsli holatlar, bozorning atkat holatini ushlash juda professional darajada qilingan va natijasi bomba bu narsani. Ishlatib ko'rsalaringiz, xudo xolasa bilasizlar, juda ham zo'r narsa chiqqan. Win rate'lari tekshirilgan, hammasi zo'r xullas. Bitta ishlatib ko'rsalaringiz, yana fikrlaringizni bildirib o'tib ketasizlar. Xo'p, mana bu yoqda ham signal mana shu joydan kirildi. Mana take profit urib berdi. Birni ham, ikkini ham urib berdi. Ikkinchi take profit urgandan keyin e'tibor beringlar, uchidan signal ushlandi va bu yoqdan obratni yana bitta buy signalni ham berdi. Sell bitimimiz ikkalasi ham take profit bilan yopildi va bu yoqdan yana bitta bitim signal berildi. Buy signal. Biz buyni ham mana take profitini oldik. Endi ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda yana bitta buy bitimi bor. Yana signal kelyapti bu yoqdan.
mana bu joydan bayga kirdik va mana take profitimizni ham oldik bu yoqdan. Dal davom etamiz. Endi mana bunaqa bozorning qiyin holatlariga qanaqa qilib ishlanadi, e'tibor beringlar. Mana bu birinchi signalni berdi, to'g'rimi? Birinchi signalni mana shu joydan kirdik. Take profitimizgacha kelmadi. Undan keyin ikkinchi signalimiz ham keldi mana bizga. Ikkinchi signalimiz ham keldi, yaqinroq qilib ko'rsak. Ikkinchi signalga ham kirdik. Sell bitimini ochdik. Bitta bu yoqdan ochdik, ikkinchisini bu yoqdan. Bu ham take profitgacha ham kelmadi hali. Qo'shimcha orderlarimiz ochilishiga ham hali bor. Bu yoqda ham ochilmadi. Faqat bittadan ochib kelamiz. Ana endi uchinchi signalni ham berdi. Mana uchinchi signalni ham mana shu joydan enter qildik va uchinchi signalimiz, e'tibor beringlar, take profit bilan yopildi. Bu yoqda uje mana bu uchinchi signalimiz o'zini take bilan yopildi va qolgani bezubitka bilan yopilib ketdi. Bizda nima bo'ldi? Ikkita сделкamiz qolib ketdi. Ikkita сделкamiz qolib ketdi. Mana endi biz ikkita сделкаdan qanaqa qilib chiqib ketamiz, buni ham o'zi ko'rasizlar. Xo'p, birinchi ochgan sell bitimimizni qo'shimcha ochish nuqtasiga narx keldi mana. Bu yoqda mayli bu yoqda kelmagan. Mana bu yoqni ko'radigan bo'lsak, uje narx kelgan bu yoqda. Lekin bizda mana bu yoqda ikkinchi orderimiz ham ochiq. Ikkinchi orderimiz ham ochiq, birinchisi ham ochiq. Mana bu ikkinchi orderimiz, e'tibor beringlar. Narx obratni kelgan paytida take profit 1 ni urdi. Take profit 1 ni urdi. Mana bu ikkinchi orderimiz take profit 1 ni urdi. Bu degani bizda faqat bitta order qolib ketdi endi. Mana bu ikkalasi ham yopildi. Ikkita orderimiz ham yopildi. Endi bizda bitta order qoldi. Xo'p, bitta orderimizni qo'shimcha ochilinadigan nuqtasi mana bu. Ya'ni 0 edi, 0.20 mana to есть mana bunisi adashimman, uzr. Mana bunisidan biz qo'shimchasini ochishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yoqdan 0 ni ochgan edik, bu yoqdan esa nima? 0.20 ochishimiz kerak. Va narx shu joygacha keldi mana. 0.20 bitimini ochdik mana shu nuqtadan. 0.20 bitimini ochdik va buni qachon yopishimiz kerak edi? Birinchi ochgan orderimizning nuqtasiga narx qaytib kelsa yopishimiz kerak edi. Ya'ni mana shu joylarda. Belgilab qo'yaman buni. Hozir. Mana shu nuqtadan kirgan edik biz. Mana shu nuqtadan kirgan edik. Mana shu sham ochilinishi bilan kirganmiz. Mana bu shamdan va mana narx shu joyga qaytib kelsa, chunki biz mana bu yerdan ikkinchi bitimimizni ochganmiz. Mana ikkinchi bitim ochgan joyimizni ham belgilab qo'yaman mana qilib. Buni biz uzun mana bunaqa liniyalar bilan belgilasak bo'lardi. Prosta grafik to'lib ketib qoladi, tushunmay qolasizlar, shamlar ko'rinmay ketadi. Shuning uchun ham qisqa qilganmiz. Mana bunaqa agar sizlarga ko'rinmasa, bemalol mana bunaqa qilib o'zlaringizga qulay qilib belgilab olsalaringiz ham bo'ladi. Biz birinchi orderni bu yoqdan 0 ni ochdik, ikkinchi orderimiz ochilindi mana shu nuqtadan va narx obratni qaytdi va biz 0.20 ni ham 0 ni ham mana shu nuqtada yopdik. Yopganimizdan keyin keyingi signal sirazi keldi. Bu yoqdan yana entry, mana sizga ikkita take profit urib berdi. E'tibor beringlar qanaqa qilib signalni ushlayapti. Bu sniper entry deyiladi. Juda ham kuchli logikasi bor. Любой sistema, любой algoritm da chalkashlik yoki bozorni kutilmagan holatlari bo'lganda mana bunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Lekin bu holatda ham e'tibor beringlar, unaqa katta prosatka ham bo'lmagan va по-любому take profitlarimizni urib yopib beryapti сделкamiz. Umumiy hisobda biz baribir foydaga chiqyapmiz. Qo'yib dalshi mana ko'radigan bo'lsak, qolgan signallar ham mana xuddi shunaqa tartibda davom etgan. Mana bu yoqda ham bitta entry qildik, ikkinchi entrimizgacha narx kelmagan va take profit 1 ni ham 2 ni ham urib bergan. Mana bunaqangi impuls holatlar bor. Mana bunaqangi impuls holatlarda e'tibor beringlar. Bunda bu sistemada stop loss o'zi umuman yo'q, lekin stop loss qo'yib ishlatsalaringiz ham bemalol bo'ladi. Bu balanslaringizga bog'liq, depozitlaringizni risk menejmentiga bog'liq bo'ladi. Mana bu holatda bitta sell berdi, yana bitta sell entry beryapti. Ikkalasi ham take profit urmagan, bozor impuls bilan ketib qoldi, to'g'rimi? Mana bu joyda mana bitta entry, yana bitta entry, yana bitta entry, yana bitta entry, keyin bozor qaytib beryapti. Tushunasizlar? Mana bu holatda biz nima qilishimiz kerak? O'zlaringiz uchun endi qo'ysalaringiz bo'ladi. Lichni mana o'zim 4 ta limitimni olgandan keyin, ya'ni 4 ta сделкам ochilgandan keyin, masalan, 1 ni hisoblamayman o'zim. Mana bundan 1 deb hisoblayman. Chunki 2x mana shundan ochiladi. 1, 2, 3, 4-inchisi bo'lib men uchun ochilinadi va 5-nuqtam uje stop loss. Men stop lossimni mana shu yerda qo'yaman. Bu degani 1, 2, 3, 4, 5 ta orderimni keltirib, agar men bunga kelsa, men zararga yopishga tayyorman.
shunaqa holatda bo'lgan taqdirda ham siz itog'da stop urib ham foydaga chiqa olasiz. Endi bunaqa narsalar ko'pincha mana bunaqa divizionalar nost vaqtlarida bo'ladi. Shu sababdan yangilik vaqtida lutchi ishlatmagan ma'qul bu indikatorni. Nost vaqtida ishlatmagan ma'qul, lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Nostni ham juda ham ideal ushlab bergan holati ham bo'ladi. Tavsiya bermayman o'zim nost vaqtida ishlatishni. Shuning uchun bozorni akkuratni texa yurgan vaqtida ishlatishni tavsiya beraman. Mayli, mana shunaqa holatda ham mana shuncha сделка ochilgan bo'lsa ham, itog'da mana narxni ko'ryapsizlar, tushib beryapti. Biz aytgan nuqtaga tushib berib, tik profitlarimizni urib beryapti hammasini. Mana bu holatda yana bir narsani aytib o'taman. Men bu yoqdan bitta bitimni ochdim, bu yoqdan ikkinchisini ochdim, uchinchisini ochdim, to'rtinchisini ochdim, beshinchisini ochdim va oltinchisini mana narx kemaga oldim. Mana bu beshinchisini ochganman, to'g'rimi? Endi men take profitim qayerda bo'ladi? Mani take profitim bitta pastdagi nuqtada. Mana. Endi mana bu emas mani take profitim. Shunga e'tiborli bo'linglar. Endi men buni kutmayman. Mani take profitim mana bu oxirgi ochilgan orderim mana shu bo'ladigan bo'lsa, shundan bitta pastdagi nuqta mani take profitim hisoblanadi. Chunki bularni har birini men 2x ga oshirib boraman. Mana bu yoqdan bitta 0, keyingisi 0.20, 0.30, 0.40, 0.50. Masalan, shunaqa qilsangiz ham bo'ladi yokida men lichni o'zim ishlatadiganimni aytaman. Mana bu yoqda deylik 0 ni ochdimmi, keyingisi 0.20 mi, keyingisi 0.40, keyingisi 0.80, tushunapsizmi? Mana shunaqa 0.80, keyingisi уже 1.60 lot bo'ladi. Keyin 1.60 lotni mana bu nuqtaga qaytib kelgan paytda yopsam, men itog'da foydaga chiqqan bo'laman. Mana shunaqa qilib lotlarni oshirib ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun ham tavsiya beriladi, risk menejment hisoblangan holatda ishlating. Depozitingiz yetmay qolishi mumkin buncha pozitsiyani ochish uchun. Shuning uchun 0.01 dan stabilni olib borsangiz, bemalol oyiga 50%, 30%, 80% gacha daromad olsangiz bo'ladi. Biza bu narsani testlab, natijalarini qo'yib ham qo'yganmiz. O'zlaringiz ham ko'rib ishlatsalaringiz aniq chiqadi mana shunaqa foyda. Prosta shoshilmaslik kerak. Bu aniq foydaga sizni chiqarish aniq. Uverin bo'lavering bu narsaga. Shuning uchun qanaqadir bozor nito yurgan vaqtda qo'rqmang. Zararni zararga yoping. Keyin foydaga aniq sizni chiqara oladi. Bundan stop olsangiz, keyingisidan foydaga chiqib ketasiz. Tushunabsizmi? Shuning uchun mana shu narsani diqqatli bo'lib, e'tiborli bo'lishlaringizni so'raymiz. Mana bu yoqda mana buy kirdik, уже keyingisi mana take profit. Bo'l ishlab beryapti. Hamma narsa chotki mana sell ishlab bergan. Yana qanaqa sizga logika kerak. Tushunapsizmi? Mana shu narsani to'liq tushuntirilgandek birga bir qilib, bir xil qilib ishlasalaringiz, Xudo xolasa avvalambor Xudo hammani omadini bersin. Sizlar bemalol mana shu tizim orqali 100% daromadga chiqib keta olasizlar. Hech qanaqa sliflarsiz, hech qanaqa minuslarsiz, pul yo'qotishlarsiz. Uning uchun mana shu logikani diqqat bilan testlab, ishlatib ko'rsalaringiz zo'r natijalar qilsa bo'ladi. Ana endi valyutalarni, kriptovalyutalarga masalan ko'radigan bo'lsak, valyutalarning o'zi umuman farqi yo'q, qaysi valyutaga ishlatishingizni. Mana bugun yakshanba bo'lganning hisobiga kriptovalyuta bozori ochiq. Mana oxirgi bergan signalni po faktu ko'rib chiqamiz, qanaqa bo'lgan. Dumidan ushlayapti signalni va mana sizga ikkita take profit ham bor. Mana bu yoqda ham xuddi shunday. Uchidan ushlayapti. Mana take profit birga hali kelmagan ekan, mana e'tibor bering. Uje mana ikkita take profit uramiz. Bu signal bo'yicha ham, bu signal bo'yicha ham take profitlar full olindi. Uje bu yog'i base risk nuqtaga qo'yilgan. Bundan yuqoridagi signallarni qarang. Mana bu yoqdan sell, ikkinchi bitimimiz hali ochilmagan, ya'ni mana to'g'risiga qarasalaringiz, mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Bungacha hali kelmagan. Undan keyin yana bitta sell beryapti, tasdiq uchidan va mana ikkalasini ham take profitlarini urib beryapti. Undan keyin ikkisini ham urib beryapti. Chotki mana ishlashlari. Bu narsani tilla volatilность juda volatilность tilla, shu sababdan men tavsiya bergan bo'lardim bu sistemani valyutalarda ishlatishni. Masalan, yevro USD valyutasiga o'tadigan bo'lsak, bu valyutalarda juda ham moshni ishlaydi. Juda ham zo'r ishlaydi. Riskimiz ham ancha kam bo'ladi. Depozitingiz kichik bo'lsa, valyutalarga ishlang. Valyutalar orqali ham bemalol 30%, 50%, oyiga 80% gacha ham daromad qilsa bo'ladi. Ishlashini bu yoqdan ham ko'ringlar, juda ham zo'r. Juda ham zo'r ishlab beradi valyutalarda.
Shuning uchun valyutalarda ham bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Keyin yana bir narsa, bu indikatorni masalan bir paytda o'zida ham oltin, ham yevro USD, ham funt dollar masalan shu kabi valyutalarga ochib qo'ysalaringiz yoki mana bunaqa tekshirib tursalaringiz, hozir aktivniy signal yo'q, masalan. Yevro USD yo'q. Oltinga o'tasiz. Oltinda masalan keldi. Oltin bo'yicha pozitsiyangizga kiring. Yana qaytib yevro USDga o'tsangiz, unga ham signal kelsa, u bo'yicha ham kiravering. Bir paytda o'zida 3 ta valyutaga savdo qilish imkoniyati ham qilsangiz bo'ladi. Faqat balansni va risk menejmentni yodda tuting, esda chiqarib qo'ymang. Asosiy logikamiz mana shu, asosiy mantig'imiz shu. M1 time framelarda ishlasangiz ham bo'ladi bemalol. M1 time framelarda faqat sal risk yuqori bo'lib qolishi mumkin. Chunki impulsli holatlar bor. Nima bo'lgan taqdirda ham nost vaqtida men tavsiya bermayman hech qachon ishlatishga. Juda opasni. O'sha uchun nost vaqtlarida ishlatmang. Mana bu holatni ko'rsalaringiz, mana bu yoqda mana sell beryapti. Take profit 1 ni urib, qolganini agar bezubitga qilmaydigan bo'lsangiz, uje ketdi mana. Tortib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Uje bu opasnida mana bunaqa qilish kerak emas. Bunaqa ishlanmaydi. O'sha uchun mana shu joyga e'tiborli bo'linglar. Mana bu bitta, ikkita bitta, ya'ni 2x dan oshirib borish. 0.10 bo'lsa, mana birinchi ochganimiz, keyingisi 0.20, 0.40. Tushunasizlarmi? 0.80, 1.60 lot bo'ladi o'zi bu. Bu juda opasni. Men mana shu 1.60 lotgacha olib kelamanda, keyin mana buni stop loss zonam deb qo'yaman. Agar men shu holatda o'z bezubitkaga qo'ymaganimda edi yoki tek profitimni olmaganda edi, yurib ketib qolganda bozor, men mana bu nuqtam meni stop loss nuqtam bo'ladi. Va mana shu yerdan men stop olardim. Keyin o'zi mana bu pozitsiyalardan e'tibor beringlar, hammasidan o'zi foyda bilan, men bilan bemalol qoplay olaman. Foydaga chiqib keta olaman men bilan hammasidan. Shuning uchun stop urganda xavotir qilish kerak emas. Siz keyingi signallardan bemalol qoplay olasiz. Xo'p, qisqacha menimcha to'g'ri tushuntirib berdim deb o'ylayman. Yana qanaqadir kimdadir savollar, tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol adminlarga murojaat qilib yoki telefon raqamlarimiz bor, telefon qo'ng'iroqlarini qilib, bemalol savol, takliflaringiz bo'lsa murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.